Bugun sizlar bilan ko'mir xarajatlarini qanday qilib kamaytirish haqida gaplashamiz. Ba'zi bir mijozlarimizdan avval olganimda rasxod kam edi, endi biroz ko'payib qolgandek tuyulyapti degan savollar kelib tushyapti. Shuni hozir sizlarga sirini o'rgatib o'tamiz. Birinchidan, katyolni har 2 haftada yoki 20 kunda bir ichlarini o'zini maxsus komplektatsiyada chiqadigan lapatkicha kurakchalari bilan tozalab turish tavsiya qilinadi va yana bitta sizlarga ko'rsatib o'tadigan qismimiz bular mana bunday maxsus zaslonkalar. Hozirgi kundagi barcha komplektatsiyalarimiz ushbu zaslonka bilan ishlab chiqariladi. Aynan zaslonkani mana bunday qilib ochiq holatda turibdi. Buni bekitib qo'yadigan bo'lsak, issiqlik katyol ichida uzoq vaqt saqlanib qoladi va shuni hisobiga gradus tushib ketmaydi. Gradus tushmagandan keyin albatta ko'mir xarajat qilmay turadi. Demoxodlar ham 3 turga bo'linadi. Birinchisi oddiy, ko'rib turganingizdek, ikkinchisi ichi stiklavatali bo'ladi va bu ham issiqni juda ham ajoyib saqlab beradi va bundan ham yana ham zo'ri bor, u sizga ko'mir rasxodingizni deyarli 20% gacha tejab beradi. Bu bazaltli demoxodlarimiz. Ushbu bazalt issiqlikni o'zida juda ham zo'r saqlab berganning hisobiga katyolni harorati tushib ketmaydi va o'z-o'zidan rasxod sizga 20-30% gacha kamayadi. O'zi shundoq ham Nur Texno Group katyollarining xarajatlari kam va sizni cho'ntagingizga juda ham manzur keladi va uni yana ham arzonlashtirish yo'llarini ko'rib chiqdik. Bemalol mutaxassislarimizga qo'shimcha savollar bilan murojaat qilishingiz mumkin. Nur Texno Group har bir mijozini qadrlaydi.